Endilikda pensionerlar mol-mulk va yer solig'idan ozod etiladi. Bu borada Soliq qo'mitasi mas'uli quyidagilarni ma'lum qildi. Soliq kodeksining 421-moddasiga muvofiq, jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz barcha pensionerlarga nisbatan tatbiq qilinadi. Faqatgina buning yagona sharti shuki, pensionerlar o'zlarining mulkida bo'lgan turar joy obyektlariga nisbatan va faqatgina 60 kvadrat metr doirasidagina mazkur imtiyozdan foydalanish huquqiga ega bo'ladilar. Yer solig'i bo'yicha esa Soliq kodeksining 436-moddasiga muvofiq imtiyoz faqatgina yolg'iz pensionerlarga nisbatan tatbiq qilinadi. Ya'ni qonunchilikka muvofiq yolg'iz pensioner deganda yolg'iz o'zi yoki voyaga yetmagan yoxud nogironligi bo'lgan bolalari bilan yashaydigan pensionerlar tushuniladi. Endi eski mazkur imtiyozdan qanday foydalaniladi degan savolga javob beradigan bo'lsak, mazkur soliq imtiyozlaridan foydalanish uchun pensionerlar o'zlarining pensiya guvohnomalarini yoki byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan beriladigan ma'lumotnomani, shuningdek, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi, ya'ni mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan beriladigan ma'lumotnomani soliq organiga taqdim etish kifoya qiladi. Sizni kuzatishda davom eting. Eng sara siz uchun manfaatli bo'lgan yangiliklar hali oldinda.